Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Instagramda direktingizni yoki Telegram botingizni yoki TikTokingizni o'sha avtomatlashtirish va unga AI agentni o'rnatishni o'rganamiz. Buning uchun bizga ChatPlace yordam beradi. ChatPlace'da yangi funksiya qo'shilgan, AI agent degan funksiya qo'shilgan. Shu AI agentni bosib turib, biz o'zimizning yangi AI agentimizni yaratishimiz mumkin. Lekin undan oldin siz saytimizga o'sha ChatPlace'ga akkauntingizni ulashingiz kerak bo'ladi. Bu haqida to'liq bilimlarni biz oldingi darsda berib bo'lganmiz. Shu oldingi darslarni ko'rib, qanaqa qilib ChatPlace'ga akkauntni ulash, tariflarni o'zgartirish hammasini ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shuning uchun ham biz AI agent degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yerda AI agent yaratish degan tugma turibdi. Xo'p, o'zi AI agent nima qiladi? AI agent 24/7 javob beradi. O'sha kontekstda tushunadi va har bir suhbatga moslashadi. Undan tashqari sozlash juda oson. Menimcha 5 daqiqa vaqtingiz yetarli bo'lsa kerak. Hisobingiz ma'lumotlari, dialoglar, matn va fayllardan avtomatik o'rganadi. Ishga tushirishdan oldin o'sha matnli chat beradi. Uni ko'rasiz, rostdan ham yaxshi ishlayotgan bo'lsa, уже startda bosasiz. Agarda nimadir o'zgartirish kerak bo'lsa, undan keyin o'sha joyda o'zgartirib ketaverasiz. Undan tashqari odamdek muloqot qiladi. Uslubingizni hisobga oladi. Ya'ni siz oldin odamlar bilan qanaqa gaplashgansiz, nimalar javoblar bergansiz, qanaqa javoblar bergansiz, hammasini ko'rib, xuddi sizdagi javob beradi. Undan tashqari o'sha suhbatni nazorat qiladi. Qaysi javoblar yo'qligini sizga ko'rsatadi va o'zi hal qila olmasa bildirishnomalarni Telegramdan yuboradi. Xo'p, endi kelinglar ko'p gapirmasdan AI agentni yaratish tugmasini bosamiz. Xo'p, bu tugmani bosdim. Endi bizga 3 ta rol beryapti. Ya'ni o'sha shaxsiy yordamchi, yordam va sotuvga moslashgan, asosiy akkaunt uchun ideal, qo'llab-quvvatlash agenti, diqqatli, samimiy va yordam berishga tayyor, texnik yordam uchun mos. Xo'p, uchinchisi endi sotuv menejeri. Barcha savollarga javob bera oladi, lekin sotuvga e'tibor qaratadi. Shuni ham hisobga olinglar. Shaxsiy akkauntingizga sotuvni qo'yib qo'yishingiz sal noto'g'ri bo'lib qolsa kerak. Xo'p, sotuv menejeri endi savdo bo'limi uchun mos. Endi bizga nima kerak? Bizga shaxsiy yordamchi kerak. Shaxsiy yordamchini men bosdim. O'zi tavsiya qilinadigani ham shaxsiy yordamchi hisoblanadi. Xo'p, shaxsiy yordamchini bosdim. Undan keyin hisobingiz asosida o'rgatish degan xabar chiqyapti. Bu nima? Xo'p, birinchisi shu umumiy ma'lumotlar bilan ism, tavsif va ommaviy ma'lumotlardan foydalanadi. Biznes yozishmalarini o'qib chiqadi. Ya'ni siz oldin kimlar bilan qanaqa gaplashganingizni hammasini o'zi analiz qiladi. Content bilan o'sha Reels, TikTok va postlar AI agent ohang va uslubni tushunishga yordam beradi. O'sha polniy profilingizni ko'rib chiqadi. Xo'p, agarda bizga bu kerak bo'lmasa, bizda tayyor fayl bo'lsa, ya'ni ko'p o'sha kompaniyalarda часто задаваемые вопросы degan o'zi fayl bo'ladi. Ya'ni eng ko'p beriladigan savollar ro'yxati bo'ladi va shu savollarga javoblar ro'yxati bo'ladi. Biz shuni qanaqadir tekst formatda o'sha faylga o'girib turib, shu ChatPlace o'ziga bittada yuklab qo'yishimiz mumkin. Yozib chiqishimiz shart emas. Buning uchun biz boshqa o'rganish usullarini bosib turib, fayl yuklash tugmasini bosib, boy etgan faylni shu yerga yuklab qo'yamiz. Undan tashqari so'z bilan yozishimiz mumkin. So'z bilan yozishni bosib turib, "Sen mamnaqasan, menga mamnaqa yordam berasan" deb o'zingizni o'sha xohishlaringizni yozasiz. Xo'p, undan tashqari endi boyitganim direktdan umuman akkauntingizdan o'zi o'rganib chiqadi. Shuning uchun chatlar orqali o'rgatish tugmasini bosishimiz kerak. Vaqtimizdan ham yutamiz, ham yana ham aniqroq ishlaydi. Shuning uchun chatlar orqali o'rgatishni bosdim. Xo'p, endi bizani o'sha AI agentimiz o'rganishiga 5 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Endi o'rtacha 5 daqiqa. Agar siz direktingizda juda ham ko'p gaplar yozilgan bo'lsa, juda ham ko'p dialoglar bo'lsa, sal ko'proq vaqt olishi mumkin. Aksincha akkauntingiz kichkinaroq bo'lsa, kamroq vaqt olishi mumkin. Endi biroz kutamiz. Xo'p, mana bizani AI agentimiz Instagram sahifamizni to'liq o'rganib, hammasini o'zi tuzib chiqdi. Ya'ni shu savollarimizni hammasini mana bu yerga eng ko'p beriladigan savollarni yozib chiqdi. Misol uchun o'sha bu akkaunt nima haqida degan savollar bizga kelib tushar ekan. Shu savollarga javob beradi. Asosiy xizmatlaringiz, yechimlaringiz nima degan savollar ham kelib chiqar ekan. ChatPlace xizmatidan bepul qanaqa foydalanish mumkin degan savollar bor ekan. Mentor AI boti nimalar qila oladi degan o'sha savollar bor ekan. Umuman olganda shunaqa ishlaydi. O'sha savol, mana bu yerda savollar bor. Eng ko'p berilgan savollar shu ekan. Shuni mana bittasini bosib ko'rganimizdan keyin shunaqa javob kelyapti. Agar sizga javob yoqmasa, mana bu tugmani bosib turib, o'zgartirib chiqishingiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, yana ham boyitishimiz mumkin. Qanaqa deganingizni sozlamalar tugmasini bosamiz va bu yoqda kengaytirilganini bosganimizdan keyin universal qoida bor. Shu universal qoidani yoqib qo'yamiz va misol uchun qanaqadir taqiqlangan mavzular bo'lishi mumkin. Shu mavzularda gaplashma, shunaqa ohangini to'g'rilashingiz mumkin. Misol uchun jiddiyroq gaplash deb yozishingiz mumkin. Jiddiyroq bo'l deb yozishingiz mumkin. Umuman uni qanaqa o'sha ishlashini belgilab berasiz. Telegram xabarnomalarini bosib qo'ysangiz, Telegram xabarnomada mana yoqib qo'ysam bizaga xabarlar kelib chiqadi. Qanaqadir javoblar topa olmasa, qanaqadir savollarga javob topa olmasa, hammasi o'sha Telegram akkauntga boradi. Xo'p, biz universal qoida qo'yganimizdan keyin saqlash tugmasini bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari, bu yoqda umumiyga o'tganimizda dialoglar asosida avto o'rganishni bosib qo'ysak, boshqalar bilan gaplashganida o'zi o'rganib, yana ham o'zini bilimlarini boyitib boradi. Xo'p, endi bu yoqda biz o'sha boyiga tanlaganimizdan o'zgartirishimiz mumkin. Shaxsiy assistent, yordamchi xodim yoki savdo menejer deb o'rnatib qo'yishimiz mumkin. Undan tashqari bu yoqda fayllarni yuklash, qo'lda yozish va boshqa funksiyalar bor. Misol uchun boyiga o'sha bilimlar bazasi, javoblar yo'qligi. Endi bu yoqda bilimlar bazasida o'sha eng ko'p berilgan savollar shu yerda kelib chiqadi va qanaqa javoblar berilayotganini ham chatlarga kirib turib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari javoblar yo'q degan menyuda to'liq o'sha javob topilmagan savollarni chiqarib beradi va ularni ham siz bilimlar bazasiga qo'shib borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, sinovga o'tsak, biz boyiga menyuga o'tamiz. Endi bu yoqda boshlash tugmasini bossam, mana AI agent faol va suhbatda endi bemalol boshlasa bo'ladi degan xabar chiqyapti. AI agentimiz yaratildi. Endi u qanaqa ishlayotganini kerakli biz Instagramga kirib turib tekshirib ko'ramiz. Buning uchun chat please mana directga o'tdim. Salom deb yozdim. Salom deb yozganimdan keyin mana uzog'i 1 daqiqaga bormasdan bizani AI agentimiz javob beradi. Assalomu alaykum Isroil, qanaqa yordam bera olaman degan xabar keldi. Mening profilimni tahlil qilib ber deb qiyinroq o'sha vazifa beramiz. Mening profilimni tahlil qilib ber degandan keyin hozir endi uni javobini kutamiz. Xo'p, mana meni profilimni tahlil qilib berdi. Sizni profilingiz bo'yicha tahlil qilaman. Isroil AI 44421 obunachi. Kuchli tomonlar AI va SM sohasida aniq pozitsiya. Yaxshi obunachi miqdori, ya'ni 44000 ta. Faol auditoriya, ko'p teglar. 2025-yildan beri doimiy o'sish. Tavsiyalar, qanaqa tavsiya beradi? Muntazam kontent rejasini saqlang. Ya'ni menda o'zi kontent rejasi o'sha buzilib ketgani uchun muntazam kontent chiqarmayotganim uchun shu tavsiyani beryapti. AI va avtomatlashtirish bo'yicha ko'proq qimmatli ma'lumot ulashing. Aynan men qilmoqchi bo'lgan ishimni hozir menga yetib beryapti. Obunachilar bilan o'zaro muloqotni oshiring. Shu storieslarda boshqa joyda hammasini oshiring deb menga tavsiyalar beryapti. Stories orqali sahna ortidagi kontentni ko'rsating. O'sha backstage boshqalarni hammasini ko'rsating deyapti. Sizni profilingiz AI va biznes sohasida yaxshi brend yaratgan. Davom eting deb menga motivatsiya beryapti. Qaysi jihatda batafsilroq tahlil qilishni xohlaysiz degan xabar keldi. Endi men bu yoqda, misol uchun menga kontent yozib ber deyishim mumkin. Bunga ham u javob beradi. Umuman olganda bu xuddi ChatGPT ga o'xshab ishlaydi, faqatgina u sizni o'sha Instagram directingizda yoki Telegram botingizda bo'lishi mumkin. Xuddi hozir qilgan ishimizni faqat Telegram bot o'rnatib turib yaratishingiz mumkin bo'ladi. Yoki umuman TikTok agar akkauntingiz bo'lsa, TikTok yuritayotgan bo'lsangiz, TikTokingizga ham shu AI agentni o'rnatib qo'yishingiz mumkin va bu yana ham yaxshilanib boradi. Misol uchun hozirda sizni storiesingizga kimdir reaksiya bersa, shu storiesingizni ham bu AI agentimiz ko'ra oladi yoki sizni kimdir atmetka qilsa, shu atmetka qilingan storiesni ko'rib turib, shunga qarab javob bera oladi. Yoki sizga video yuborishsa, shu videoni ochib turib, videoda nima borligini ko'rib, undan keyin shunga munosabatini bildira oladi. Shu darajada hozirda chuqur ishlayapti, yana ham yaxshilab boriladi. Qanaqadir defektlar bo'lsa, hammasini qo'llab-quvvatlash bo'limiga etib o'zgartirishingiz yoki yordam olishingiz mumkin. Umuman olganda mana bizga hozir kontentimizni ham yozib berdi. Qanaqadir post g'oyasi AI chatbotingiz bor, lekin u hali ham oddiy javoblar beradimi degan huk beryapti. Xo'p, umuman olganda bu bizani AI agentimiz bizaga to'liq Instagram sahifamizni yoki Telegram botimizni avtomatlashtirishimizga yordam beradi. Bizani ancha-muncha vaqtimizni tejaydi. Ya'ni direktda
kimlargadir yozib o'tirishimiz shart emas, mijozlarimiz ham bizani kutib o'tirishi shart emas. Hammasini sun'iy intellekt o'zi sizni o'rningizga bajaradi. Bundan tashqari bizning chat place'imizda juda ham ko'plab funksiyalar bor. Bular haqida biz boshqa darslarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Hammasini kirib ko'rib o'rganishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.